Nokia telefonlaridan keyin endi Apple smartfonlari ham tarixga aylanib, yangi texnologiya davriga kirib boryapmiz. U endi qo'lingizda emas, ko'zingizning oldida bo'ladi. Meta kompaniyasi Ray-Ban bilan hamkorlikda yaqindagina Meta Display smart ko'zoynagini tanitgandi va u orqali telefondagi hamma funksiyalarni bajara olishingizni ko'rsatgandi. Ortidan Xitoy firmalari arzon modellar chiqarishni boshladi va Apple ham bu bozorda orqada qolmaslik uchun o'z ko'zoynagi ustida ishlayotganini aytib o'tdi. Endilikda bo'lsa, yirik texnologiya kompaniyasi bo'lgan Google $150 million investitsiya bilan Project Aura ismli yangi ko'zoynagini tanitdi. Tashqi ko'rinishdan chiroyli va sifatli bo'lishi uchun esa Gentle Monster, Warby Parker va Samsung kabi hamkorlar bilan rivojlantirayotganini aytib o'tgan va Gemini sun'iy intellekt integratsiyasi bilan ishga tushishi kutilyapti. Ushbu smart classni ikki modeli bo'lib, biri faqat ovoz bilan ishlaydi, ikkinchisi bo'lsa ekranni ham telefon sifatida boshqarish mumkin bo'ladi. Mahsulot 2026-yildan ishlab chiqarishi kutilyapti va taxminiy $300 dan $800 gacha narxda chiqishi aytib o'tilgan.